Mana dehqon aka, o'zingizam Gagarinda bo'lgan pomidor любой joyda bo'ladi. Gagarinda bo'lgan pomidor любой joyda. Любой joyda bo'ladi. Chunki Gagarin sho'rroq zona. Maydon. Ha. Shu bugungi kunda Babakanda xudo xolasa birinchi yili ekishim. Bundan zo'rini ko'rmadim. Bozorda ko'rdim. Bozorda ko'rmadim. Dehqon aka, Bo'ldi. bitta palagingizni ochib ichini ko'raylik. Xohlagan joyingizni ochib bering sizga. O'zingizga qulay deb bilgan joyingiz mana mana shundan bo'lar ekan mana. Mana shunaqa qiling bo'ldi. Mana. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana uchta juda ham balandda turibdi. Pomidor juda ham pastda turibdi. Urug'chi 10% sifatli urug' olib kelib bersa, 90% ni dehqon akamiz ko'rsatib beradi, biz emas. Lekin hamma gap shu 10% da qolyapti. Ha, urug'i sifatida. Urug'i sifatida. Inshaalloh sifat zo'r bo'lsa, mehnatga arziydi. Shunaqa. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlarimiz, bizning obunachilarimiz. Mana 2025-yil 5-avgust chilla chiqish arafasida Jizzax Mirzacho'l zonasiga keldik. Bu yerda hammamiz biladigandek, qovunni Mirzacho'l qovunlari, Tarpeda qovunlari yetishadigan yerlarda turibmiz. Juda bir o'zini tarixi, bir go'zalligi bor joylar bo'tlar ham. Shu yerda bizani pomidorimiz ekilgan. Genetik Seeds firmani Babekan degan nomimiz ekilgan. Bu pomidorimizni mana ko'ryapsizlar, katta tepa pushta qilib turib, mana ariq juda ham pastda to'ldirib zaxlatib ichadigan joy ekan. Shu joyda so'mka qilyapmiz. Holat sal qarovda kamchiliklar bo'lgan va ko'cha to'g'risi juda ham yaqinga ko'rilgan. Mana ichlarini ham bunaqa yaxshi tozalanmagan. Lekin shu holatda ham pomidorimiz 250 grammdan 300 grammgacha massiviy hosil bergan. Massiviy va hosilni to'kib tashabdi. Bu pomidor uchun juda ham bizga quvonarli holat bo'ldi. Mana endi qisqacha ko'rsatib o'tsak. Mana palaylarimiz, mana hosillarimiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana bizning hosillar. Mana sifat. Mana go'zallik. Mana sifat. Mana go'zallik. Pomidor chempioni. Yiri 250 grammdan 300 grammgacha bo'lgan pomidorlarni bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Sifat mana xohlagan joyga ko'rsatib ketavering. Hurmatli operatorimiz, bu yerda mana aniq narsani ko'rsataylik deydi dehqonlarga. Mana pomidorlar. Mana sifat pomidorlarda qanaqa darajada? Mana 300-350 grammgacha ham hosillar bor. Hosil to'la. Mana bu yo'llarni mana hosillarni ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa darajada ko'zni quvontiradigan darajada hosil. Mana bu tarafni ko'tarib ko'rishga ham odam hajolat. Pomidorni mana sifatini ko'rib baho beringlar. Qanaqa darajada sifat bo'lganini. Mana voy mashallah. Dehqon akamiz pomidorni yetishtirishda ozmuncha holat qiynalmabdilar. Ozmuncha holat ko'rmabdilar. Lekin tegigacha yorib tashabdi hosil solishi. Bu o'zini aytilgandek gektardan aniq 120-130 tonna natijani bemalol ko'rsatib biladi. Mana pomidorimiz sifati, mana hosil solgani. Prosta bu yerda dehqon akamiz ancha mehnatlari yotdi, odam qattiq teyinishga hijolat bo'lyapti pomidoringizga. Dehqon aka, pomidoringizga o'zingizni bahoyingiz. Yaxshi ekan sorti. Gibridni o'zi yoqdimi? Yoqdi. Ha? Yoqdi. Endi bittasini-chi, dehqon aka. Assalomu alaykum. Salom. Birinchi sizdan so'rashib qo'lingizni olaylik. Dehqon aka, bu pomidorda bir tupda taxminan qancha hosil bor deb o'ylaysiz? Taxminan eng zo'ri ketaveradi, eng kamini aytsak 8 kilo, 9 kilo kam. Kamida 8 kilo, 9 kilo. Mana buni hozir ko'chatda degan joyida. Mana shu dehqon akamiz o'zlari adar berdilar. Mana shu ko'chatda. Bitta ko'rsatib baho beringlar. Tegida pomidorchi ham turibdi mana. O'zidan o'zilgan pomidor. Mana ichki holatlarni ham, bu yerda ichki holatlarni ko'rsatayman mana. Ichki holatlari. Bitta palagi, bitta yiriroq palagi ochib berasizmi o'zingiz? Dehqon aka? Bo'ldi. Bitta palagingizni ochib ichini ko'raylik. Xohlagan joyingizni ochib bering. Sizga o'zingizga qulay deb bilgan joyingiz mana shundan bo'lar ekan mana. Mana shunday qiling bo'ldi. Mana
Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana juda ham balandda turibdi. Pomidor juda ham pastda turibdi. O'shaning uchun bunda pushtadan pastlantirib tushgan pomidor. Shunday. Inshaalloh sifat juda ham go'zal. Yoningizda paxta ekilgan ekan, paxtani yonida ekan. Paxtani yoniga tushgan ekan. Faqatgina dehqon aka, bu sal ko'cha kurtidan qiynalmadingizmi paxtani yonida bo'lganiga? Yo'q, bardoshli ekan to'g'ri kelib qolsa shu pomidor. Bu yoq taraflarga. Bu yoq taraflar. Kasallikka chidamli ekan. Kasallikka chidamliligi zo'r. Shunday, ha. Inshaalloh nima deydi? Kasalliklarga chidamliligi 11 xil kasalga emlangan. Shunday. Mana bakterialniy любой kasalga pomidor chidamli. Mana hosil. Mana. Faqatgina bundan ortiq ocha olmayotganimga sabab ko'zim qiymayapti o'sha aytayotganimdek. Dehqonchilikni dehqon aka juda ko'p qilganmiz-da o'zimiz ham. Vaqtida o'zimiz ko'p qilganmiz. Qadriga juda boshqacha yetamiz. Yo mashalloh. Bu ko'zni quvontiradigan holat, juda go'zallik. Juda bir bilmayman. Qanaqa deb ta'rif berishga ham til ojiz. Mana hamma yog'ini qattiq ko'rsatsangiz ochsam bu. Qaysi joy, Kartinka. qaysi burchagini ochsa rasm, haqiqatan rasm. Shunday kartinka. Haqiqatan kartinka. Qaysi burchagini ochilsa, o'sha yerda sifat, o'sha yerda go'zallik. Dehqon aka, hozirgi kunda qancha terim qildingiz bu yerda? Xudo xolasa endi massaga kirdik. Endi massaga kirishni boshladik. Inshaalloh, inshaalloh. Keyingi masalasi bu nima oziqalar yegan bu pomidoringiz? Bumi? Shu oziqa ko'proq qo'l mehnat keyin spinza. Suspenzalar yedi. Yedi. Ko'p bo'lib turibdi palanglar. Lekin mana hurmatli operator. Bilasani olib berasiz. Ukamlarni o'zlari ko'rsinlar mana. Voy mashalloh, uzilib ketdi. Qo'ya qoling. Ko'p hosil juda ham ko'p, ko'tara olmayapti. Mana o'zi ochib o'tirgan ekan. Manimcha ochib yuborgansizlar bu yerda. Shunday. Ya, tushursin. Olib turgani ham tushursin. Prosta o'zligi ochishgan mana. Qanaqa holatda hosil solib turgani. Bir tupida. Bu menimcha 15-20 kilo keladi bir tupi. Voy mashalloh, mana bu turishini qarang. E'tiborli bo'lasizlar, aytamiz, Jizzaxi Mirzacho'lidamiz. Mana Mirzacho'lidagi holat. Bu yerda aslida o'zi ko'p holatda sort pomidorlar ekiladi, to'g'rimi aka? Shunday. Sort pomidorlar ekiladi, gibridli ekilishi mana endi kuzatilyapti, to'g'rimi? Shunday. Shunda ham holat inshaalloh ko'zni quvontiradigan holat. Bozorga chiqsangiz, bozorda Babikandan-da sifatliroq pomidorlar bormi yo'q? Shu bugungi kunda Babikanda xudo xolasa birinchi yili ekishim. Bundan zo'rini ko'rmadim. Bozorda ko'rmadim. Bozorda ko'rmadim. Bundan zo'r pomidor yo'q. Shunday. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, e'tiborli bo'lasizlar, har bitta gapni ochiq bizani dehqonlarimiz bilan muloqotda o'zligidan so'rab aytamiz. Chunki biz aytib o'tganimizdek, biz o'zimizda bor gibridlarni, mavjud gibridlarni, u Gollandiya gibridi bo'ladimi, yoki Yevropa gibridlari, yoki Amerika gibridlari bo'ladimi, yoki Turkiya gibridlari bo'ladimi, hammasidan o'ziga yarasha bizda bor mavjudlardan abriz olamiz. Biz ham o'zimiz seleksionerlarimizga beramiz. Seleksionerlarimiz ko'rib chiqishadi va undan-da mukammalroq narsa yaratib bizga berishadi. Inshaalloh mana o'sha natijalarini biz ko'rib juda ham dilimizga ayryapti. Mana qarang, tegigacha to'la. Mana voy mashalloh, mana qarang. Mana hozir. Okay, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Men aytib o'tgan narsam nima? Bu yerda menimcha hali hosil terib ado qila olmasangiz kerak. Xudo xolasa. Hosil terib ado qila olmaysiz. Inshaalloh bozori birlaridan bo'lasiz. Shunday bo'lsin. Sizni savdoyingiz, sizni dehqonchiligingiz barakotli kelib, ana xaridor bopligi ko'p bo'lsa, bu bizning plyusimiz. Shunday. Bizning yutug'imiz. Har taraf qattiq ochma, qattiq tegma. Voy mashalloh. Ochishga ham qo'lim bormayapti.
sinib ketyapti-da bu. Mana. Pushtamiz ozgina kichkina bo'lib Pushta qolgan. ozgina kichkina bo'lib qolibdi. Buni ekkan odam 1,5 kamida 1,5 qilaversa bo'ladi. Pushtasi. Pushtani 1,5 bir taraflama bo'lsa 1,5 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Agar ikki taraflama bo'lsa 3 qilishimiz kerak. 2,5 kami. Kami 2,5. Hurmatli dehqonlar, bu ham sizlarga kerak bo'lgan ma'lumotlardan biri. Mana. Alohida Sifatli e'tibor pomidor olaman berilsa desanglar, pushtasiga. Pushtasi qanchalik katta bo'lsa, g'ovlashi ham, shunchalik hosildorligi ham zo'r bo'ladi. Shunchalik yaxshi bo'ladi. Bu men faktda bu, chunki pushtam kichkinaroq. G'ovlashi juda kuchli, hosildorligi juda kuchli. Inshaalloh. Mana, shunday. Mashta bundoq kelib, Xudo xohlasa. operatorimiz mana mashta bundoq prosta mana. Mash joyi o'zini olib bering. Mana holatda. Bu haqiqatdan 2025, inshaalloh 2026 ga ham chempion bo'lib chiqadigan pomidor. Dalcha Xudo xohlasa chempion ham bo'lib ketishi mumkin. Bu inshaalloh mana qaysi kompaniyalarni aytmaymiz, juda ko'p kompaniya ekkansiz, sizlar sinagansiz, boshqa qilgansiz. Rosa ko'p. Lekin hosil, massa, mukammallikda bu kuchli, ha? Shunday. Kuchli. Kasallikka ham bardosh beradi. Inshaalloh. Qiynab qo'ymaydi-da. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizani Babika navlarimiz sizlarga mana qanchalik darajada yoritib bermoqchiligimizni o'zingizlar ko'ryapsizlar, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Inshaalloh biza har bir dalaga borib turib, yo bitta yo ikkita ko'chatni qaramaymiz. Mana dehqon akam o'zlari guvohlar. Yo bo'y joydan borib olib turaman. Yo bo'y joydan borib qarab ketiraman. Bu qanaqa emas. Faqatgina ko'p holatda qiziqadigan narsam terilganmi yo terilmaganmi, shuni so'rab olamiz. Lekin joy tanlab, yo ochish, yo boshqa qilish yo'q. Mana dehqon aka, o'zingiz ham Gagarinda bo'lgan pomidor любой joyda bo'ladi. Gagarinda bo'lgan pomidor любой joyda bo'ladi. Chunki Gagarin sho'rroq zona. Maydon. Men endi uni aytib o'tmadim. O'zingizlar bilasizlar degan maydonda, maqsadda. Buni o'zi siri qanaqa? Boshida aytib o'tganimdek, Mirzacho'l zonalarida qovun ekiladi. Qovun juda shirin bo'ladi. Qovun shirin bo'lish uchun bizga asosan nima sababi deb qidirishganda, meni otam ham 30 yillik agronom bo'lganlar, shu agronom farzandlarim ham mana. Shu bu zonalarda yerda sho'rlanish bo'lganning hisobiga qovunga juda shirin mazza kirar ekan. Juda go'zal mazza kirar ekan. Bu Allohning bir bizga bergan inoyati. Inshaalloh shu zonalarda, sho'r zonalarda ham mana bizning pomidorlarimiz inshaalloh o'zini juda ham zo'r ko'rsatadi. Qovun kabi shirinda. Qovun kabi shirin, mashalloh. Inshaalloh bizning xalqimiz yeyapti, yeyaptimi, yoqyaptimi? Mazza qilyapti. Mashalloh. Rahmatini aytyapti. Chunki men o'zim ham okajon bu yerda Paxtakorda почти 1,5 yil yashaganman. Milk Foods fermasini ochilishida yordamlarimiz tegan. O'sha yerda ish yurg'izganmiz. Ozgina bu yerlar bo'yicha ma'lumotim bor. Sho'r qanaqa ko'tarilib ketadi erta bahor, u bo'yicha ham ma'lumotlarim bor. O'sha holatlarda ham sizni pomidoringiz juda zo'r ko'rsatibdi va u holatlarda biz ham endi bu yerda ko'p yashaganim uchun bozorlarga tushardim, narsalar xarid qilardik. Pomidorlarni bunaqa yirik bir xil sifatasligini ko'rmaganman-da o'zim ham. Men sizga birinchi o'chiritib bizani dehqonimizga rahmat. Dehqonimiz shunchalik bizani pomidorimizni ko'rsatib beribdilar. Hamma gap o'shanga qadalib boramiz yana. Urug'chi akalarimizga ham rahmat. Urug'chi 10% sifatli urug' olib kelib bersa, 90% ni dehqon akamiz ko'rsatib beradi, biz emas. Lekin hamma gap shu 10% da qolyapti. Ha, urug' sifatida. Urug' sifatida. Inshaalloh sifat zo'r bo'lsa mehnatga arziydi. Shunaqa. Mana mehnat qilganga yarasha aytayotdilarki, sifatli urug' olish kerak. To'ppa-to'g'ri. Sifatli urug'ga yaxshilab qarasak, inshaalloh undan keyingi qilgan harakatlarimiz biz uchun, hammamiz uchun foydali bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Dehqon aka, sizga rahmat. Kelganlaringiz uchun sizlar bilan birga inshaalloh yana keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat.